Mantiqiy topshiriqlar bola miyasini o'stirishi haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Keling shunaqa mantiqiy fikrlash bo'yicha topshiriqlarni birga ko'rib chiqamiz. Quyida sizga mantiqiy fikrlash bo'yicha 5 ta topshiriq beriladi va ushbu topshiriqlarga javoblarni bizdan birinchi topishingiz kerak. Unutmang, ushbu topshiriqlar 4 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan bo'lib, unda ota-onalar ishtirok etishi taqiqlanadi. Tayyorlaning. Ungacha siz videoga like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Biz esa boshladik. Birinchi topshiriq. Ushbu piramidachaga e'tibor bering. Agar unga yuqoridan qarasak, bizga qanday bo'lib ko'rinadi? Sizga buni topish uchun 15 soniya vaqt beramiz. Javobingiz tayyormi? Yana bir bor diqqat bilan qarang. Hammasi juda oddiy. Agar unga yuqoridan qarasak, ranglar quyidagi tartibda ko'rinadi: siyoh rang, havo rang, yashil, sariq va qizil rang. Ana shunday. Ikkinchi topshiriq. Rasmda ko'rsatilgan kitlarning nechtasi chapga va nechtasi o'ngga qarab turganligini bizdan oldin sanab chiqing. Sizga 15 soniya vaqt qani ketdi. Topdingizmi? Hammasi oddiy. Demak 7 ta kit o'ngga, 7 tasi esa chapga qarab turibdi. Agar sizda ham shunday chiqqan bo'lsa, biz sizni tabriklaymiz. Barakalloh. Uchinchi topshiriq. Rasmda ko'rsatilgan joy kesib olinib, boshqa rasmlar bilan aralashib ketdi. Vazifa o'sha kesilgan joyni bizdan birinchi topishingiz kerak bo'ladi. Qani bo'lmasam, vaqt ketdi. Siz ham topdingizmi? Ha, barakalloh. 4-chi topshiriq. Rasmda nechta hamma yoni teng bo'lgan kvadratni ko'ryapsiz. Buni esa bizdan oldin topishingiz kerak. Qani vaqt ketdi. Topib bo'lgan bo'lsangiz, keling ularni birga sanab chiqamiz. Demak, shunday qilib kvadratlar soni 11 ta ekan. Sizda ham shunday chiqdimi? Afsusdaman. Keyingi safar bizdan birinchi bo'lasiz. 5-chi topshiriq. Suratda Tohir, Hasan va Husan bor. Hasan ko'k ko'zoynakda emas. Tohir Hasanning yonida emas. Qizil ko'zoynakda kim? Qani vaqt ketdi. To'g'ri javob esa qizil ko'zoynakda Hasan edi. Topshiriqlar og'irlik qilmadimi? Ha, barakalloh. Endi telefoningizni oyijon adajoningizga bering. Agar videoyimiz yanada ko'payishini xohlasangiz, bizni qo'llab-quvvatlang. Bu qanday bo'ladi? Bu esa bizning mehnatimizni moliyaviy tomonlama ko'maklash bilan amalga oshiriladi. Ushbu karta raqamlarga o'z minnatdorchiliklaringizni yuborishingiz mumkin va shuni eslatib o'tamizki, biz shunday foydali videolarni chiqarishimiz uchun ham bu mablag'lar anchagina ko'mak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.